Jungkookning kechagi jonli efiri Wevers'dan o'chirib tashlandi. Siz kontekstdan sug'urib olinmagan to'liq efirni ko'rgan bo'lsangiz, asl mohiyat nimada ekanini tushunib yetasiz. Efirda Jungkook oldin ko'p chekkanini, lekin hozir qo'shiq kuylashi sababli tashlaganini aytdi. Odatda idollar bunday narsalar haqida ochiq gapirishmaydi, lekin Jungkook tom ma'noda bu ishning teskarisini qildi. BTS doimo ular ham oddiy inson ekanliklarini ta'kidlab kelishadi, lekin idollarga xuddi qo'g'irchoqdek munosabatda bo'lishadi va ulardan mukammallikni kutishadi. Efirda Jungkookning do'stlari ham bor edi va u efir davomida do'stlari bilan do'stona hazillar qildi. O'z ichki kechinmalarini yashirib o'tirmadi. Barchasini halol bo'lishdi. U ichidagi gaplarini aytib, armiya bilan o'z sirlarini bo'lishdi. U o'z holatini, uyqusizlikdan qiynalayotganini aytdi. Va u yana bu gaplarni bekor aytganini va efirni o'chirib tashlashini aytdi. Efirdagi gaplarni aytgani va holatlar sababli menejerlari unga qo'ng'iroq qilishini aytdi va orada kompaniyani yomon deb o'ylamang, ular shunchaki qayg'urishadi deya qo'shib qo'ydi. Barcha uni tamaki iste'mol qilishini bilardi. Ushbu live Wevers'dan o'chirib tashlandi. Kompaniya bosimi yoki shunga o'xshash narsalarni o'ylashdan oldin bir narsani bilib olaylik. Koreya netizenlari idolga odamdek munosabatda bo'lishmaydi va ularni oddiy odam sifatida qabul qilishmaydi. Bu Jungkook emas, kompaniya o'chirgan taqdirda ham ular Jungkookni katta haytdan himoya qilmoqchi bo'lishgan. Lekin internetda chiqqan narsa o'chirilgan taqdirda ham internetda qoladi. Va kutilganidek, Koreya netizenlari ertalabdan boshlab maqolalar yozib Jungkookni qoralashmoqda. Twitterga unga haytlar yozishmoqda. Uni ushbu xatti-harakatlarida nomunosib deb atashmoqda. Mast bo'lgan, so'kingan, chekish haqida gapirgan va shu bilan o'z obro'siga putur yetkazgan deyishmoqda. Afsuski, ba'zi koreys muxlislari ham shu fikrni qo'llab-quvvatlashmoqda. Umid qilamanki, qachondir koreys netizenlari idollar bu ularning o'yinchoqlari emasligini tushunib yetishadi. Ular ham oddiy insonlar, ular ham jahl qiladi, asabiylashadi va xohlagan ishini qilishga haqli, xuddi oddiy insonlar kabi.